Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun yana o'zimizni shaxsiy basseynimizga o'quvchilarimiz bilan chiqdik. Bu yerda mana Bangladeshlik yigit bizga yordam beryapti. Bolalarga tayinladik, sakrash mumkin emas. Sakrash mumkin emas. Okay? Xo'p, keyin bu yerda mana 1.58 santimetr chuqur emas, umuman bolalarimiz bemalol suzishyapti. Bu tomoni the deep eng chuqur tomoni va bu tomoni sayoz tomon. Not deep deyshadi endi bular. Xo'p, sharoitlarimiz zo'r, suvlarimiz xlorlangan, hech qanaqa kasallik chaqirmaydi. Xo'p, Ulug'bek, qani assalomu alaykum boringlar. Yaxshi. Xo'p, bu yoqda kim bor ekan? Qani endi Musafoxon kelinchi. Ahmadxon mana maza qilib suzib yuribdi. Endi bularda xavfsizligi kerak baribir. O'shancha shetda o'zim qarab turmasam bo'lmaydi. Soat millari 11 ga 10 ga yaqinlashyapti ekan. O'zbekistonda 11 ga yaqinlashyapti hozir soat. Muhammad Azizxon bolalar tomonda, salqin nimada eng sayoz tomonda narigi betda o'tiribdi, umuman xavfsiz bo'ladi. Xo'p, yana nima? Bu yerda o'sha kichik yoshdagi o'quvchilarimiz uchun mana cho'kib ketmasligi uchun qulayliklar, xavfsizlik yaratilgan. O'tgan safar Bobur mirzolar mana shulardan foydalanib suzgan edi. Xo'p, bu yoqqa o'taylikchi Mustafaxon. Soat 7 dan kechki 10 gacha bu yerni bizga ochib berishadi. Xo'p. Biz ayni paytda o'sha MR brendi mana Bobur mirzolar yugur. Don't hurry guys. Don't hurry. Everything is okay. Don't hurry. Mana bular kelishyapti. Kiyinish, cho'milish o'zining qoidalari bor bu yerda. Masalan, mana shu shortikda cho'miladi, futbolkasini, nimasini, maykasini yechadi. Lekin shortik tizzadan pastda bo'lishi kerak. Bo'lmasam suzish mumkin emas bu yerda. Xo'p, ruxsatnoma, bu bizning ruxsatnomamiz. Busiz, va alaykum assalom. Busiz eplay olmaymiz, ya'ni kirdi chiqdida qiynalamiz. Qani bu yoqqa kelaylikchi. Xo'p, ko'rib turibsizlar mana sayozgina. Sharoitlar zo'r haqiqatan ham. Xo'p, bu yoqqa kelingchi. Xo'p. Keling Mustafaxon. Rahmat. Mana bu yoq tomon, u yoq tomon issiq quyosh tushdi boshladi. Harorat taxminan 35 gradus atrofida ayni paytda. Biz o'sha downtowndamiz, nimani o'sha Dubayda qoq markazidamiz. Shunaqa qilib tayinlab qo'ymasak bo'lmaydi, xavfsizlik juda ham xavfsizlikka e'tiborni qaratyapmiz. Kalla tashamang, yugurmang. Mana qarg'a uchib keldi bizga. Qarg'a ham maza qilyapti mana issiqda. O'zbekistondan uchib kelgan bo'lsa kerak. Qarg'ani olib qo'yasiz tepada. Binolarimizni ham olib qo'ysangiz bo'ladi mana bu yoq taraflarda. Musafoxon binolarimizni olsangiz bo'ladi. Bizning basseynimiz 2-qavatda joylashgan. Rahmat e'tiborlaring uchun.